Bomdod namozidan keyin esadigan ilohiy shamol haqida nimani bilamiz? Sahih rivoyatlarga ko'ra payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bomdod namozidan keyin quyosh chiqquniga qadar uxlamasdan o'tirganlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam va dinimiz peshvolari nega bomdoddan keyin uxlamaganliklarini sababini qidirganliklarining qarshisiga quyidagi ma'lumotlar chiqqan. Bomdod namozidan keyin Alloh taoloning qudrati bilan yer yuziga bir shamol inadi. Bu havo u vaqtda uyg'oq bo'lganlarga Allohning bir lutfidir. Faqat bu havo uyg'oq bo'lganlarga foyda va shifo bo'ladi. Uxlab yotganlar bu shifodan mahrumdirlar. O'sha paytda uyg'oq bo'lgan jamiki jonlikning immuniteti yuksaladi. Umri uzayadi, terisi porloqlashadi. Bu shamoldan foyda ko'rganlar ruhiy kasallikka chalinmaydilar. Hofizasi kuchlanadi. Bu havo ya'ni yengil shaboda quyosh chiqishi bilan yo'qoladi. Quyosh chiqquniga qadar uxlaganlar bu havodan mahrumdirlar. Ajoyib bir siri bor bu shabodaning. Bomdodga uyg'onib tahorat olganlarning vujudi magnit kabi bu havoning o'ziga torta boshlaydi. Chunki tahorat olgan kishining vujudi bu havoning o'ziga yopishtirish xususiyatiga ega modda ishlab chiqara boshlaydi. Tahoratli inson undan ham nafas oladi, ham vujudida to'playdi. Bu birikma undagi immunitetni kuchaytiradi. Ma'naviy foydasi haqida olimlar bu havodan tanaffus qilganlar, ya'ni nafas olganlar hilm sohibi bo'ladi deganlar. Ruhi huzurli bo'ladi. Endi siz so'raysizki, bu soatda uyg'oq ammo tahorat olmagan, namoz o'qimagan g'ayrimusulmonlarning holati nima bo'ladi deya. Alloh taoloning marhamati shu qadar kengki, faqatgina uyg'oq bo'lganlar uchun ular ham foyda ko'radi. Iymonli, iymonsiz, anglagan, anglamagan insondir, jindir, hayvondir farqi yo'q. Hammasi bu havodan uxlamagani bois foyda ko'radi. Demakki, faqat uxlab yotganlar bu